Marhuma komik aktrisa Halima Ibragimovaning boyliklari, tillalari, uylari, mashinalari nima bo'ldi? Azizlar, videorolikimizni oxirigacha ko'ring. Bu galgi videorolikimiz boshqalardan tubdan farq qiladi. Bugun biz ijtimoiy tarmoqlarda tinmayotgan minglab odamlar orasida turli shubha va gumonlarga sababchi bo'layotgan bir mavzuga oydinlik kiritamiz. Ba'zan sukut saqlash vaziyatni yanada og'irlashtiradi. Aynan shuning uchun ham bugun shov-shuvli gaplarga nuqta qo'yish vaqti keldi. So'nggi kunlarda YouTube kanallarda Halima Ibragimovaning eri yangi hayot boshlamoqda. U uylanyapti, oila ichida katta janjal, mol-mulk talashlayapti. Qarindoshlar bir-biridan yuz o'girgan kabi shov-shuvli sarlavhalar payib ketdi. Xo'sh, bu gaplar ortida qanchalik haqiqat bor yoki bularning barchasi shunchaki prosmotr yig'ish uchun o'ylab topilgan ssenariymi? Uzoq kutilgan javobni begona emas, balki vaziyatning ichida bo'lgan hamma gapdan xabardor inson marhumaning singlisi berdi. Uning aytishicha, bu oilada 4 qiz farzand voyaga yetgan. O'g'il bo'lmagani sababli o'zbekona an'analarimizga ko'ra marhuma singlisi ota uyida qolgan. Bu shunchaki tasodif emas, balki ota-ona rizoligi bilan katta oilaviy kelishuv bo'lgan. Shuning uchun ham barcha xotira marosimi, ehsonlar va oilaviy yig'inlar aynan shu xonadonda o'tkazilib kelmoqda. Biz hech kimning rizqiga ko'z olaytirmaymiz, deya ta'kidladi u. Singlisi ijtimoiy ayblovlarga javob berar ekan shunday dedi: biz birovning uyiga borib, na birovning rizqini yeymiz va na shaxsiy hayotiga aralashamiz. Har kim o'z uyi, o'z hayoti va o'z halol mehnati bilan yashamoqda. Shu o'rinda eng ko'p muhokama qilingan kuyov mavzusiga ham to'xtalib o'tdi. Uning aytishicha, kuyov ham qo'lidan kelguncha yordamini ayamagan, ammo bu holatlarni turli mish-mishlarga aylantirish yoki uyni talon-taroj qilishdi yoki kuyovni haydashdi deb yolg'on tarqatish bu nafaqat tuhmat, balki insoniylikka ham zid. Odamlarning eng tashvishga solayotgan narsa bolalarning hayoti edi. Marhumaning farzandlari qayerda? Ular qarovsiz qolmadimi? Singlisi qat'iy javob berdi: bolalar har doim e'tiborda, bolalar munosib tarbiya ko'rmoqda. Buni oilani yaxshi bilgan qo'shnilar va qarindoshlar tasdiqlashi mumkin. Asossiz ma'lumot tarqatayotgan YouTube kanallar endi javob berishga to'g'ri keladi. Singlisi huquqiy chora ko'rilishini, har bir yolg'on gap uchun qonun oldida javob berilishini qat'iy bildirdi. Agar savolingiz bo'lsa, yuzma-yuz keling, men o'zim javob beraman, ammo ortimdan tuhmat toshini otmang, deya so'zini yakun yasadi. Biz bilan qoling va kanalimizni kuzatib boring.